Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin, do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Ha, horma jo'rab. Yaxshimisan Fazli? Tinchlikmi bu boltani so'rab turibsan? Ha, olib keldingmi? Ha, mana. Ey, mana bu o'rik daraxtini kesib tashlamoqchiman, tak-tugi bilan. Abi o'rik senga nima yomonlik qildiki buni kesasan ha? Ey, yomonlik. Duppa durust qara bir binoydek daraxt bo'lgan bo'lsa. Qara, gullayman deb turibdi, qara, gullarini qara, bu qiyg'on oppoq. To'g'ri, gullashiga gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r gullaydi. Lekin meva bermaydi, to'kilib ketadi hammasi. Shuning uchun nima kerak? Urib tashay shuni. Bilasanmi? Mayda chopib, maydalab o'tin qilib yo'q qo'raman. Menga qara, ey. Bilasanmi? Nima uchun bu meva bermayapti? Nimaga? Kimning bog'i ko'karmaydi degan maqol bor. Bu maqol emas, u topishmoq. Ha, topqani? Kimni bog' ko'karmaydi? Ha? Suv qo'yilmagan bog' ko'karmaydi. Bekorni aytibsan. Qo'y beraymi? Ha? Baxilning bog'i ko'karmaydi degan gap bor. Nima demoqchisan bu bilan? Senda ana shunday baxillik bor. Ko'nglingga olma lekin. Achchiq bo'lsa ham gapiraman. Xafa bo'lsang ham gapiraman. Senda ichi qoralik bor. Ha. Nima qildim men baxillik qilib? Senda ozgina ichi qoralik bor. Qayerga borsang faqat o'zingning nafsingni o'ylaysan. Qayerga borsang, birovning dasturxoniga borsang ham birinchi eng qimmat taomlar yeyishni boshlaysan. Qachon? Faqat o'zingni qorningni o'ylaysan. Ha? Biron marta bironta qo'shningni chaqirib mehmon qilganingni eslay olasanmi? Eslolmaysan ham, ko'rdingmi? Nimaga eslolmaykan? Ey, uylanganimda qancha odam kelgan, qancha odamni mehmon qilganman. Ey, dasturxonni otang yozgan. Sen bir so'm xarajat qilmagansan. Ko'rdingmi? Hattoki eslay olmaysan. Saxiy bo'lish kerak inson. Qo'li ochiq bo'lish kerak, ko'ngli ochiq bo'lish kerak. Baxillik deb balda. U qo'ni qo'shni mayli-ku-ya. Hattoki o'z farzandlaringni, nevaralaringni shaharga olib borib bir parklarga aylantirganim olib bormaysan. Nima emish? Benzin solishim kerak, benzin qimmat. Gaz sol, gazga pulim ketadi. Ey, olib borib keldim, yaqinda olib borib kelganman. Qachon olib bording? 7 yilmi bo'lyapti olib borganim. 7 yil? Ha. Yana bir marta qo'yib yuboraymi mana bu bilan? Ha? 7 yilmish gapirgan gapingni qara, mardona bor ko'kragingni kerib. Ey, ro'za paytida ha deb urishib, bukilishib qilavermaylik. Ro'za tutyapsanmi? Ro'za tutyapmanmi? Xo'p, qiynalmayapsanmi? O'tgan yil uzr usulini aytding-ku. Boshda 10 kun, o'rtasida 10 kun, oxirida 10 kun. Qiynalmay tutdim. Bu yil bor-ku, bir oy to'xtamasdan tutmoqchiman. Barakalla. Barakalla. Iftorliklar bo'lib turibdimi? Har kuni chaqirishyapti. Har kuni boraman. Har kuni iftor bo'lyaptimi? Ha, Ha, ro'za tutyapsan. Ha, Haligi maqol senga aytilgan ekanda? Qaysi? Ro'za tutdim or uchun, har kuni iftor uchun degan, ha? Nima demoqchisan? Men ham qilishim kerakmi? Ko'rdingmi? Hozirgina nima dedim, ha? Ay, shuncha qo'ni qo'shni iftorligini yeganingdan keyin, seni iftorlik qilib berishing kerak-da, jo'ra. Menga qarab taklif bor. Ha. Kelamiz, shaharga boramiz. Ha? Shaharga borib, bozorlikni shahardan qilamiz. Ha. Bugun bir iftorlikqa qo'ni qo'shnilar chaqirib. Qo'ysangchi jo'ra, ortiqcha xarajat nima kerak? Mana mahallada har kuni iftorlik bo'lyapti. Shu yerga borib kelaveramiz ikkomiz. Menga qara, shu iftorlik qilishim shartmi? Shart. Menga qara, qancha ko'p ihson qilsang, qancha ko'p xotamtoylik qilsang, ishlaring yurishini o'zing guvohi bo'lasan. Har bitta qiladigan ishingga baraka keladi. Mana bu o'rik daraxting ham shunaqa gullab meva beradiki, ey, saranjom qila olmay qolasan. Yo'q, ishonavergin. Rost aytasan? Bo'ldi. Bo'ladimi? Qanchalar ketadi? Hey, oti dunyo ketarmidi? 6 millionlar olagin.
Boring ya. Hey, 2 kilo guruch oshlik olasan, go'sht olasan, non, qand qurs o'tadi ketadi. Ko'ndirding. Hozir yaktagim kiyib chiqay. To'xta, oyoq og'riyapti. Kerak emas shu chiqmaydi. Sho'raqul. Sen mana bu qilayotgan ehsoning natijasini ko'r deyapman. Qanday qilib? Sen hozir mana shu zinaga meni tepaga olib chiqib qo'y deb niyat qilgin. Qancha ish? Niyat qil. Aytdim. Aytdingmi? Yur endi. Qo'yilmadi. Ko'rdingmi? Sho'raqul, o'shaning uchun men nimani aytsam og'rinmasdan olaver. Sho'raqul, ya qoyilmisan? Zo'r. Ha? Ey, zina poyani yurganini ko'rdingmi? Men qara. Qoyil qoldim o'zimga lekin. Mana bu do'konga ham bir kiraylik. Nima qilasan bu do'konga? Ey, bu do'konni mevalari bor-ku, yangi keladi. Ya qara. Juda boshqacha. Eskidan qolgan gap bor. Otang bozor, onang bozor. Bozor arzon baribir. Bozorga ham boramiz. Lekin mana bu do'kon bozor bilan bir xil. Arzon bo'lsa arzon, lekin qimmat. Vo'g'ay. Ha, Aqa yur. Yopiq-ku bu. Ya. Sen uchun bugun hamma eshiklar ochiq. Hozir ko'rdingiz zina poya yurganini. Niyat qil ichingda. Niyat qil. Qani buni ham bir sinab ko'raylik qani. Yur qani. Niyat qil birinchi. Qani ket. Ey. O xursand bo'lib boryapman ey. Menga qarab Fazli, bu qachongacha davom etadi? Umrimning oxirigacha endi? Endi bu narsa seni qilayotgan harajatingga bog'liq. Qancha qo'ling ochiq bo'lib harakat qilaversang, mana shuni aytganlaring bo'laveradi. Yo'q ey. Bo'lmasa bitta qo'y so'ysam, banklarning eshigini bemalol ochib kirib ketaverar ekanman-da. Sabr qilib tur, sabr qilib tur. Katta ishga shoshilma. Sen oldin bitta xo'roz so'yda, kampiringni sefiga bir ataka qilib ko'r. Ana undaga ma'lum bo'ladi. To'g'ri aytasan. Bozorga boramiz endi. Buni yuklarni mashinaga qo'yib, yurgan bozorlardan yiqqan. Kelin bu tuxumlar nechi puldan? 3000 so'm aka. 3000? Abi do'konlarimizda 1300 so'm, juda qimmat bo'lsa 1,5 ming sotilyapti. Buncha sizga bir barobar qimmat? Akajon bu xonaki tuxum. Xonaki tuxummi? Xuddi shunday. Menga ham o'zi xonaki tuxum kerak edi. Faqat shu qora tovuqni tuxumi kerak-da. Akajon 72 ta tavug'im bor. Oqi ham, qizili ham, sarig'i ham bor. Ularni qaysi birini ajratay? To'g'ri-da. Men o'zim bilaman, o'zim ajratib olsam bo'ladimi? Bemalol, marhamat bilsangiz ajratib oling. Qora tovuq tuxumini olsam bo'ladimi? Olavering bemalol. Rahmat. Nima bering? Idish bering. Bering paketni. Men ishlab turaman. Hop.
Nimasini tomosha qilasan? Sen qayerdan bilding bu qora tovuqni tuxumi ekanligini? Kattasi qora tovuqnikida. Ya. Hayda yursangchi. Ey uka. Qo'lingdagi baliqni qaydan olding? Burchakda sotyapti aka. Sotyaptimi shu yerda? Rahmat. Ana balig'i burchakda ekan. Ay, nega qarab hozir shu baliq olishimiz shartmi? Jo'raqul. Mana kuni bilan og'zimizni yopiq yuramiz-ku. Ha. Odamda quvvat ketadi. Odamda oqsil moddalari kamayadi. Baliqda oqsil ko'p. Uni yesang boyagi o'rniga o'rin to'lib odamga quvvat beradi. Keyin menga qara, chin ko'ngildan ehson qilgin. Chin ko'ngildan iftorlik qilib bergin, ishlar, aytgan ishlaring birdaniga bo'laveradi. Mana oldik-ku, mana bu ham oqsil bu ya. Menga qara, sen chin ko'ngildan ehson qilgin. Agar ishlarim yaxshi bo'lib yurishib kelsin desang, ziqna bo'lma. Ziqna bo'lma. Faqat bitta shartim bor. Endi nimaga shart? Qanaqa shart? Baliqni ham erkagini olamiz. Nimaga? Ey, hamma narsani erkagida quvvat ko'p bo'ladi. Go'shtida, tushundingmi? Erkagini go'shtida. Urg'ochini yegandan foyda yo'q. Erkagini yesang mazza qilasan. To'g'ri. To'g'rimi? 100% to'g'ri. Tunov kuni men ham bitta baliq yedim, hech quvvat bo'lmadi, demak urg'ochi yeganda o'sha. Ko'rdingmi? Meni gapimga quloq sol arzaman. Sen ana u meva chevadan olib turgin, men hozir baliqni erkagini hozir ko'zlab turaman men. Ungacha borasan, xo'pmi? Uka, menga qara. Bu baliqlaringni erkak ayoli bormi? Erkagi ham bor, ayoli ham bor. Nechta olasiz? Ha, menga qara, hozir jo'ram kelib, erkak baliq bormi desa, yo'qdi, maylimi? Hop. Rahmat. Meni baliqqa tushirmoqchi bo'lyapti-da u. Rahmat. Uka, bu baliqlaring erkakmi, ayolmi? Hammasi erkak. Bo'lmasa erkagidan bir 1,5 kilolik, 2 kilolikdan 4 dona qo'y. Ha, 8 kilo, 10 kilo chiqsa bo'ladi. Bunda kelishmadik-ku. Biz ham bola chaqa bor, savdo qilishimiz kerak-ku. Ol, nima menga bunday qaraysan? To'ntirayman. Tort. Qani keldi. Nima buncha ish qolding, ha? Jo'raqul. Ozgina kech qoldim, hijolat bo'layotgan. Hozir kirganimdan hamma rais bor deb o'rnida turib bezovta qilaman-da. Ne qilamiz? Astagina bir burchakdan o'tirib olaman. Ularni bezdi hijolat bo'layapti. Yo'q. Qani boshla. Xush kelibsizlar, xush kelib. Turmanglar. Qishlog'imizda men taniydigan bironta odam yo'q. Voy, nima qilasan shu qishloqda odamlarni? Sen bular bilan tanish, bulardan foyda bor bizga. Qani jo'rajon, qani. Tinmay tinchlik bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Jo'raqul, Labbay. bu chaqirgan mehmonlaringni birontasini tanimayapman, bir tanishtirsang. Seni ham tanimayapti bular. Ulug'bekjon, tadbirkor yigit. Juda yaxshi yigit. Haligi bog'imdagi meva-chevalar bor-ku, shu kishiga topshiraman hammasi. Zavodi bor. Xursandman. Qayta ishlaydi-da. Dilmurodjon. Ana boqma ho'kizlarni boqib shu kishiga topshiraman men. Restorani bor, restorani. Bir nechta restoranlari bor uning. Jahongirjon. Fermer yigit. 2000 gektar yeri bor bolani. Bu yil zo'r daromad ko'rdi. Ha.
zo'r daromad ko'rdi. Ana bida press bilan somon pressni sotdi bu yil. Men fermerligida fermer bo'lsa kerak deb o'zim ham haligi shubhalanib turdim. Qaydan bildim bilaymi? Ha, qayerdan bilding? Yozi bilan dalada qorayib ketdi. To'g'ri, dalada yuradi. Hazil. Alijon, Hasanov. Domla. Xo'p. O'zini xususiy maktabi bor. Men nevaralarimni shu kishini maktabiga o'qitaman-da. Xo'p. Tanishganimda xursandman domlajon. Endi bu kishi Mashrabjon Mamatolipovich, bankir yigit. O'g'lim shu kishini qo'llarida ishlaydi. Men ham haligi otasining ismi bilan aytganingga bir kattaroq lavozimda ishlasa kerak deb o'yladim o'zim. Endi bu kishi o'zimizda meni jo'ram. Birga yoshligimizda o'sgan mahallamiz raisi. Bittani so'rasam maylimi? Bemalol ukajon, bemalol. Mahalla raislari bilan qanaqa qilib til topsa bo'ladi? Shu anchadan buyon yordam puli ajratishmayapti-da bizga. Endi yordam puli chiqaramiz. Biz o'sha yordam puliga muhtoj bo'lgan oilalarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, uyda nogironligi bor oilalarga albatta yordam puli chiqaramiz. Endi sizda bekam ko'z hammasi yaxshi ekan, o'shanga qarab endi boshqa oilalarga chiqarayotgandir-da. Endi har nada qo'shimcha kelib tursa yomonmi? O'zi rasman olib qarasa, men ishsizman. Endi rasman hech joyda ishlamasangiz ham xalq ko'rib turgandir. Qolaversa, siz birovga yordam beradigan imkoniyatda ekansiz. O'zingiz yordam bersangiz qayta savob bo'ladi, yanada ishingiz bir rivojlanadi, xayri baraka keladi, ukajon. Yana bitta narsa, sizlarning mahallalaringda ham bir sovrinli bir o'yinlar, konkurslar bo'ladimi? Ha, bizlar ham shu har bayramlarda haligi sovrinlar qo'yib, mahallalar, oilalar o'rtasida musobaqalar o'tkazib turamiz. Bizda yaqinda qishloqning eng zo'r tadbirkori degan ko'rik tanlov bo'ldi. Shunda qatnashdim. Birinchi o'ringa trekker qo'yilgan ekan, yutib oldik. Bo'lmasam, mana yaqinda Navro'z arafasida biz ham mahallada bir katta konkurs o'tkazyapmiz. Shunday. Iloji bo'lsa siz unaqangi mayda-chuyda konkurslarga qatnashib o'tirmang. Bizni konkursga qatnashing. Nima? Qatnashaveramiz. Sovringa nima qo'yasizlar? Bizni konkursda eng oliy o'ringa sof vijdon qo'yganmiz. Qatnashing, o'zim hakamlar hay'ati rais bo'laman. Amallab bo'lsa ham shu birinchi o'rinni sizga olib beraman, xo'pmi, uka? Hazilkashda, yo'q, hazil qilsin. Hazilkash yuram o'zi. Raisbo, shu qishloqlaringizga Diyorani olib kelsa nima deysiz? Diyorani? Juda yaxshi bo'ladi. O'zi bizning mahallamizga har yili shunaqa mashhurlar keladi. O'tgan yili Sevinch keldi. Undan oldingi yili nima keldi haligi Ziyoda Qobilova degan keldi. Gulsanam kelgan, Diyor ham kelsa bir qishloq xursand bo'lib qoladi-da. Bolajonlar ko'p, ayollar ko'p nima qilar, raqsga tushadi-da, ha? Zo'r qo'shiqlari bor Diyorani. Kim o'zi u Diyora? Raisbo, u qo'shiqchi emas u. Meni Diyora deb nomlangan restoranlarim bor. O'shani filialini bu yerda ham ochmoqchiman. Mana ko'chani bo'yida, yo'lni boshida 3 to'y ko'rdim. O'shani uyda egalarini biron joyga chiqarib yorib, o'sha uyda joyini bizga olib bersangiz bo'lmaydimi? Yaxshi fikr aytyapsiz. Kim turibdir? Suqilma qo'shiq qo'shib qo'shilavermay tur. Bu yer davlatning yeri. Agar siz bizni mahallamizdan restoran qurmoqchi bo'lsangiz, endi hali oziq-ovqatlarimiz qimmat bo'lishi mumkin. Bizda aholimiz haligi sotib olishga qiynalishi mumkin, ozgina xijolatchilik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha yerda auksionga qo'yib sotib olingda, bir choyxona quring. Otalar bor, maza qilib, yosh qari bir yig'ilib o'tiradigan, bu tomonda haligi yoshlar shaxmat o'ynaydigan, shashka o'ynaydigan bir kompleks qursangiz, bu yerda otaxonlar maza qilib bir achchiq choyni ichib, suhbatlash, choyxona qursangiz zo'r bo'ladi-da. Otaxon, men sizni qishloqdagi odamlaringiz uchun qurayotganim yo'q. Meni o'zimning mijozlarim bor. Tushundingizmi? O'zimning mijozlarim bor. Siz faqat yerni hal qilib bering bo'ldi. Qolaversa otaxon, meni restoranimga kirishga siz mana bu qishloqdagi odamlaringizni
qurbi yetmaydi. Endi mijozlaringiz o'z kunini bir amallab ko'rar. Lekin rahmat shuncha mijozlarni o'ylaganingiz uchun. Men shu sizning fikringizdan bir taklif qilmoqchiman sizga. O'zingizga bir alohida bir joy qilib bersam bo'lmaydimi? Ana. Mayli, bering. Necha sotiq? Shu uzunligi 2 metr, eni 1,5 metrlar chamasi. 1,5 metr chuqurlikda 2 xonalik bo'ladi. Fazla qo'y. Chiroyli o'tiribsiz-ku. Boshqa mavzuda gaplashaylik. Yomon hazilkashda bu. Xafa bo'lmaysizlar. Siz nima ish qilardingiz? Hay, men fermerman, 2000 gektar yerim bor. Samon, bida preslarni taxlab tashlaganman. Hozir sharaq sotib pul sanab o'tiribman hozir. Balkim aholimizga iltimos qilib, uylaringizni bo'shatib turing. Mana bechara bir fermerni 6000 bog' beda presi, 7000 bog' somon presi ko'chada qolib ketibdi. Chirib ketmasin. Shunga yordam qilaylik. Sizlar ko'chada ham yotaveringlar, o'lib qolmaysizlar. Shuni qo'yib tursin uylaringga deb iltimos qilamiz balkim. Ustoz, sizga katta rahmat. Mana qarang, shu bolalarimiz ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin deb xususiy maktab ochib, eng tajribali o'qituvchilarni yig'ib, shunday bir bolalarga ta'lim berayotgan ekansiz. Bu juda katta ish. Bu juda katta bir savobli ish desa ham bo'ladi. Qarang, ertaga mana shu bolalar oliy o'quv yurtlariga kirib, yurt koriga yaraydigan bir yetuk mutaxassis bo'lib yetishsa, uning nimasi yomon? Mana men havas qildim Jo'raqulga. Meni ham nevaralarim Jo'raqulni nevaralarimni qo'shilib birga borib, sizni maktabingizda tahsil olsa, hozir niyat qildim, orzu qildim. Beraman mana shu maktabga deb qaror qabul qilib o'tiribman. To'g'ri o'ylading. Men ham bolalarimni olib kelaverasan-da mashinangda. Men taksi puli qilib, xarajat qilib yuramanmi? To'g'ri o'ylabsan. Oyiga qanchadan? Bor yo'g'i 5 million. Lekin bitta sharti bor, rais bova. 1 yilligini oldindan to'lab qo'yasiz. Bir yilligini? Agar qurbingiz yetmasa, mana banker do'stimiz yonida turibdi. Kredit olib to'lashingiz ham mumkin. To'ppa-to'g'ri aytayapti. Agar mabodo to'lanmay qolib, biror narsa bo'lib qolsa, mana shu maktabda o'qiydigan nevaralaringiz erta voyaga yetsa ham to'laveradi 30% dan. Ha, ming bor uzr so'rayman. Men ozgina mazam bo'lmay qolmoqsim ochdi shekilli. Toza havoga chiqsa, qimirlamay o'tiringlar. Qimirlamay o'tiring. Men tashqariga chiqay bilmas. Men ham sen bilan bexijolat hozir qaytaman. To'xta. Men ham sen bilan. Jo'ra. Tinchlikmi? Nima ichib qolding? Mazang bo'lmayapti. Ha, mazam bo'lmayapti. Shunday bir nochor insonlarni chaqiribsanki, ularning orasida o'tirishni men o'zimga ep bilmadim. Vijdonim qiynaldi. Yig'lagim keldi. Shuning uchun chiqdim men. Voy, sen noto'g'ri tushunibsan, bular o'ziga to'q odamlar bular. Nima deyapsan sen? Qarang-ya. Sen o'z manfaatingni o'ylab shu ishni boshlagansan. Sen o'z manfaatingni o'ylab shularni chaqirgansan. Endi sening o'ring ham gullamaydi, ishlaring ham siljimaydi. Nimaga endi meni ishim shiljimas ekan? Bugun shiljidi-ku. Mana zinapoylarni yurg'izdim, eshiklarni ochtirdim. Nima qilishim? Ularning hammasi texnika. Tez shaharga tushib turish kerak. Ha? Zamondan orqada qolib ketibsan. Nima? Sog' bo'lgin. Yaqara, meni aldab shuncha xarajat qildirdimi bu? Vijdonsiz. Noinsof. Shuncha xarajatlar. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda.